Assalomu alaykum. Men Janubiy Koreyaning soliq organi vakili hisoblanaman. Hozirgi kunda Koreyaning soliq qo'mitasi sun'iy intellekt va big datani uyg'unlashtirgan holda barcha hisobotlarni elektron tarzda to'ldirish tizimiga o'tgan. Hozirda deyarli elektron hisobot topshirishni 100% ga yetgan desak ham bo'ladi. Soliq to'lovchilar xohlagan joydan mobil telefon va internet orqali soliq hisobotlarini elektron tarzda topshirish imkoni yaratilgan. Shuningdek, soliq islohotlaridan biri bu proaktiv soliq hisobotlarini topshirish hisoblanadi. Ya'ni bu soliq organi soliq to'lovchiga soliq hisobotini oldindan to'ldirib, uning shaxsiy kabinetiga yuboradi. Soliq to'lovchi to'g'ri-noto'g'riligini ko'rib, to'g'ri bo'lsa uni ma'qullab hisobotni jo'natadi, noto'g'ri bo'lsa o'zgartirish kiritib, qayta soliq organiga yuboradi. Bu bizda soliq to'lovchilarning soliq hisobotini topshirishda vaqtini hamda resurslarini tejashda juda samarali deb hisoblaymiz. Shuningdek, bugungi ITIC forumiga qatnashib turganimizdan juda mamnunmiz. Janubiy Koreya bu forumda birinchi marta qatnashishi. Ushbu forumda ekspertlar hamda xorijiy mamlakatlarning soliq organlari tomonidan ilgari surilayotgan takliflar hamda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari Janubiy Koreyada ham soliq islohotlarini amalga oshirishimizda juda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasiga ham taklif uchun juda minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekistonga kelganimizda mamlakatingizdagi islohotlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Kelgusida O'zbekiston bilan Janubiy Koreya hamkorligi hamda do'stligi uzoq vaqtlar davom etishiga tilakdoshmiz. 감사합니다.